Son joyda siz men bironta gapirgan videomga sizni rasmingiz chiqqan yo'q chiqayapti. Rasmni qo'yib chiqarishdi. Просто men o'zim o'chirgizib yubordim. Keyin men aytdimki, bu bola dedim, bu bola bilan hech bir ko'rishganimizda menga oshcha gapirayotgan ish qilgan yo'q. Men ham bunga oshcha gapirayotgan ish qilmaganman bunga. Menga hayotda oshcha gapirmaydi. Hozir mana narsa men haqimda bo'ldimi shu gap aka? Endi eshitib tursiz ozgina aytaman sizga hamma. Hmm. Shunaqa men haqimda bo'lmadimda temani o'zgartirib yubordim. Shu oldingisida. Keyin gapni eshitdingiz. Agar hozir yana meni gapirib turgan bo'lsangiz, gapingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz Lyuboy bilan yuzma-yuz gaplashganda, bilasiz, men ham Lyuboy bilan yuzma-yuz gaplashalaman, o'zingiz bilasiz-ku. Shuning uchun birovni yuzma-yuz erkalik to'g'risida gapirishni keragi yo'q. Nima desangiz, biz ancha oldin erkak, mujik bo'ylar deb turib, hammani ustidan yozib olganlar ko'rdik. Ikkalamizga ham erkalik to'g'risida o'zi bilishadi hammamiz. Ikkalamiz ham. Shuning uchun demoqchiman, bu yerda agar shu gapni o'tgan safar ham o'zini ish bo'yicha ham, mashina purishdi ishi bo'yicha ham u odamni ismini aytmasam ham o'zini xatosi bor shekilli, o'zi shu narsani kovlab chiqdi. Bu tema bo'ldi. Bu temani o'chirdim. Hozir bu temani ichiga keladigan bo'lsak, Fazdinni menga rosa javob yozishyapti. Fazdin bilan siz aytishdida, Fazdin bilan anoni aytishdi. Qovog'ini solib gapirayotgandi. Yaqinda face to face'da efirda yozishdi. Muhiddin bilan face to face'ini yozishdi. Keyin aytdimki, men dedim, bularning urushadigan bo'lsa dedim, endi siz gapingizni yaxshi eshiting gapimni. Agar hozir mana shu gapimga aka men bunaqa demadim desangiz, bu hozir meni gapirishingiz sizga noto'g'rilik qiladi. Nimaga? Siz to'g'risida gap ketmaganini ham bilasiz. Endi kim qanaqa tushunsa o'zi biladi. Xolasangiz siz ham o'zingizga oling, xolasangiz olmang. Nimaga aytsangiz? Yo'q, qanday men xolasam o'zimga olaman. Eshiting. Aytdiki, Abib deyman, Ashim bilan urushadi deb turganda aytdiki, nimaga urushmading bu oyda qabul qilmading desa nima degan? Oktagon ligiga. Men bilmayman. Men birov uchun bilmasdan turib menga hech qachon shunga menga tegishlimi aka, bunaqami deb menga bunaqa gapingizni qilmang-ku. Men bir narsani bilmasam gapirmayman-da, ashlarga aytganman. Bu aytganki, bizga yaxshi uslubiy qilib bermadi degan. Hop, bo'pti. Men gapiraman endi, gapingiz tugadimi? Yo'q, tugamadi gapim. Shunaqa gap bo'ldi. Men shuni tema qilib shuni aytdimki, agar urushadigan bo'lsa dedim, shunday chiqib urishish kerak dedim, Lyuboy dedim. Bunaqa gap bo'lmadi. Men dedim, efirimda savollarga javob berdim-da, Humoyimizga aytib ukamizdan kattaman. Hozir shuncha odam ichida bir-birimizga ochiq gapirib olmaylik. Ertaga yuzimiz ko'rishishimiz bor. Shuning uchun men gapirgan gapimga kattani ham, kichikni ham oldida bir xil javob beraman. O'zingiz yaxshi taniysiz meni. Hech kimga masalan biron marta hech qachon bir tegmaganga tegib, yo kimdirni bir ig'vo qilib, yo kimdirni hurmatini to'kib qo'yib, men xursand bo'lib o'tirgan bola emasman. Sizni ham yaxshi taniyman aka. Siz ham meni yaxshi taniysiz. Hozir sizni iminni gapirgan gapingiz videochilar, buni blogerlar rasm yasab, rasm qo'yib yasayganlar temasiga meniki tushyapti, chunki men kecha u bilan ko'rishib yo'q. Mayli. Sizdan bittasi ko'rishgan. Sizdan oldin ham 50 tasi ko'rishgan. Siz bilan ko'rishganingizdan keyin shu momentda chiqarsam yoki bitta turnir bo'lib turib, turnirda shunday gapirib chiqsam ekan, bu sizlarga tegib ketsa bo'ladi. Endi kim buni o'ziga oladi, bu boshqa narsa. Yo'q, aka. Sizga boshqa savolni beryapman. Masalan, siz iminda men bilan salom-alik qilganingizda ham, qilmaganingizda ham o'rtamizda muomala bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'zingiz uchun yaxshi bilasiz, hurmatingizni qilib, Andijonda sihatga hamma to'planganda siz uchun o'zingiz bilasiz, o'zingiz ko'rgan shu videoni aka. Qayerda? Bilaman. Namanganda. Sizni hurmat bu temalar gapda eshiting. Bu temalarni hamma yo'qda bilaman. Siz men sizga yana qaytaryapman. Yana sizga qaytaryapman. Qarang-ku. Meni hurmat qilgan odamni biror marta bir tengi ilmagan joyim yo'q. Meni hurmat gapira olasizmi shu Humoy arqamdan gapirgan ekan degan gapda aka? Men sizga yana aytyapman sizga. Siz meni hurmat qilyapsizmi yo siz biror marta otingizni aytib yo biror nima dedimmi? Hozir video men haqimda chiqyapti faqat aka. Qayerdan bildingiz? Humoy haqida chiqyapti-kan bu. Hamma video men rasmimni qo'yib chiqargan, o'shani so'rayapman aka. Endi gapirgan ulardan so'rayman-ku. Men ulardan rasm qo'yganlardan so'rayman. Seni otingni aytdimi yo buni otini aytdimi deb so'rab ko'ring bir. Siz gapirgan gapga ular qanaqa qilib u javob beradi aka? Ular javob bermasa nimaga men rasmni qo'yapti unda? Ular sizni gapirgan gapingizga boshqa odam javob bera olishi mumkin. Men o'zingizdan so'rayapman, Primoy. Men gapiryapman. Hammasi to'g'risida gapirdim deyapman.
Hop, mani Hammasini aytib aloqam berdim. yo'qmi o'shangi? Sizdan o'zingizdan so'rayapman. Agar mana o'zizga aytyapman. Siz ham ertaga bo'ydan qochib turib, yo menga uslov to'g'ri kelmadi desangiz, mana shu gap sizga tushadi. Men sizga hali bo'yingiz bo'lishini bilaman. Nimaga deng? Sizlar urushmasligingizni bilaman-da ekanlaringizni urushmasligingizni. Shuning Nimaga uchun urushmasligimiz bilan? sizlarni bo'ylaringiz bo'lmaydi uka. Men buni Nimaga juda yaxshi bilaman. Nimaga? Ha. Birinchidan u oktagonda urushadi. Aka, bizga o'zi 3 ta kulachniy boy beradigan musobaqadan 3 tasidan предложение kelib bo'ldi. Men Hop. u bilan kulachkada dogovor qilyapman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz videoda. Ha, ashuni e'tibor bermayapman. Mayli, kulachkada bo'lsa ham chiqib gazini bosing, o'zingiz bilasiz. Lekin Humoy internasini eshiting-ku. Hozir internetda turib bunaqa gaplar qilmang menga. O'sha gaplar Nursulton degan gap chiqdimi og'zimdan aka? O chiqqan yo'q, shuning uchun men shunday kirdim, mana shu jo'natishiga. Hozir aytdimki, unda ham aytdim. Men to'g'rimda gapirmaydi deb aytdim ularga, ham yozganlarga ham. Prosta men chetdaman, menga gapingiz bo'lsa, uka chetdaman deb ayni o'zingizga yozdim. Mani aka, agar sizga bironta lishni gapim bo'lsa, chatim sizga ochiq, primo yozib qo'ya qolaman aka. Prosta menga imimni siz gapirgan gaplaringizni, videoyingizni montaj qilib, hammasi tashab, bitta ikkita yaqinlam tashab, nimaga u Nursulton bilan yaxshi Ashi yaqinlaringiz kim? U yaqinlaringizni menga to'g'ri, qaysi yaqinlaringiz bunaqa qilyapti? Mana men hozir sizga skrinshotlarni menga siz gapingizni aka, sizga tegishtirib yozyapti deganlar skrinshotni sizga tashab beraman hozir. Yaqinlarim Nursulton bilan yaxshi eding-ku, nimaga u unaqa gaplar gapiryapti? Endi sen face to face u bilan ko'chada ko'rishib qolgandan keyin deyapti aka. Hammani temasi yopilganda, bitta maniki ochilganda shu gapni gapiryapsiz-da, primo efirda. Gapdesting, nechtadan face to face qildim bilan. Hop, hammasiniki yopib tashagan-ku. Yopilib bo'lgan-ku ular temasi. Qanday yopib tashlaydi? Ashu face to face qilganlardan bitta so'rasangiz aytadi. Usloviya to'g'ri kelmaganligi uchun bo'y qilmadik deyapti. Biladi, men urushaman deb turib qanday usloviyani so'raydi? Aka, men unga urushaman demadim, mana shularni ichida. U menga urushaman deyapti aka. Shu uchun mana meni gapimni tushuning deyapman sizga. Ha. Men urushaman deb turib, nima urushmading, bo'yni qabul qilmading desa, usloviya to'g'ri kelmayapti deyapti. Endi qarang aka, shu gapingizga bitta gapim aytayman. Mana siz eshityapman, siz ham eshiting. Qarang. Men boshqa bayeslar, endi kontrakt menga qiziq emas. O'zi asli bunday olib qarasangiz, sportda pul topmasa birontasi urushmaydi aka, mediasi borlar hammasi. Bu siz yaxshi bilasiz. Hammasi jichcha prosmotr ko'paygandan keyin muncha so'mma deyishga o'tadi, to'g'rimi? Hop. Endi agar bironta bayes menga pul kerak emas, men urushaveraman desa, yo bo'lmasam men o'zim urushaman deb Fazliddin meni tushimga ham kirmaganda, ertalab turyapman. Intervyuda ham bugun sport Farruh akaning bitta xodimi bor, o'sha borib kim bilan urushmoqchisan desa, Humoyim bilan deyapti. Ikkita joyda meni gapirib o'tib ketyapti, to'xtab turay aka. Endi kontrakt birontaga men unga aytgan gapim, mana siz gapingizga tushmaydi. Prosta xalqda oldida Nursulton Humoyinni gapiribdi degan gapga men javob berib qo'yapman-da. Men qochganim yo'q bo'ldi aka. Meni gapimga tushmasa, mendan nima buni so'rayapsiz o'zi? Meni gapimga tushmayapti. Siz aytganim yo'q deb aka. Boshqani aytyapman. Agar siz jangdan qolsangiz, siz gapingiz deyapsiz, to'g'rimi? Ha, mana shuni aytdim. To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi? Hali meni jangim yo bo'lmasam bironta podkast qilgan joyim yo'q-ku. Uka, Humoyon gapni eshiting deyapman uka sizga. Agar siz ham jang bo'ldi bo'pti, qochsangiz shu gap sizga tegishli deyapman. Men siz hozir jangingiz aniq, endi urushmasa shunda qochsangiz shunaqa bo'ladi deb gapirmayapman. Keyin siz aytyapsizki, aka, mediasi oshgan bayeslar pul talab qiladi deyapsiz. Oktagon bir 100 ming dollar pul beradimi? Oddiy misol men sizga aytyapman. Oktagondan men aka 200 ming bersa ham oktagonda urishmayman. Sizni aytmayapman men dedi. Ularga bermaydi, yo'q, bermaydi. Shuning uchun Sloveniya to'g'ri kelmadi deb gapirish bunaqa o'rtaga chiqib olib odamlarni aldash ularga emas-da. Shuning uchun men prosta to'g'risini aytib beraman, bo'ldi. Humoya, qarang-ku. Nima deysiz sizga? Siz bilan endi esingizda bo'lsa 2019-yil shu Qodirxon bir olib kelgan edi, bilasizmi? Humor endi birinchi urushgan paytimizda birga yashagan edi, esizdami? Esimda hammasi, esimda ekan. Shu ash paytda taniganman, esimda bo'lsa, undan oldin tanishardik, ash paytda yaxshi tanishgan. Undan oldin bor edi, salom alaykum, shu yerda yaqin bo'lib ko'rishib, gaplashib, qanaqa bo'lgan. Endi uka, qarang. Men sizga prosta konkretniy qilib ochig'ini aytib ber.
O'zbekistondagi MMA bayslarini bilasiz? Ko'pgina MMA bayslar bor O'zbekistonda. Men sizga yaxshi tushunib oling deb aytyapman. Yo, tushunyapman. Aytdim bunaqa demasan. O'zbekistonda 1000 ta bays bor, to'g'rimi? Hı. 1000 ta baysda men yaxshilari bor, siz yaxshilaringiz bor, boshqalar yaxshilari bor. Hammasi bilan bir xil emasmiz. Lekin meni yoshim уже MMAda eng kattasi bo'lib qoldi hozirgi vaqtda. Shunaqa. Mahmud Murodov bilan уже bizni yoshimiz, yana bir ikkita o'sha oktagonda urushib yurgan, ana andijonliklar boshqalarning yoshi уже katta bo'ldi. Bizniki уже yoshimiz katta. Biz уже 20 yosh, 25 yosh, 26 yosh, 18, 19 yangi chiqib turgan bolalarni mabodo nimadir deb gapiradigan bo'lsak ham, biz ular bilan tortishib o'tiradigan xonamiz qolmadi-da. Tushundingizmi? Agar rezultati bilan maqtanish kerak bo'lsa, men biror marta rezultatim bilan maqtanmaganman, lekin o'zi biladi. O siz ham yaxshi bilasiz, nimalar qilganimni, qayerlarda urishganimni, nechta urishganlarim hamma yo'qim. Shuning uchun uka qarang. Agar mabodo sizda menimcha adashmasam 25-26 ga kirdingiz-da endi. 27 ga kirdim aka. 27 ga kirdingiz, yosh bola emassiz, lekin sizlarni pokoleniyalaringiz endi rivojlanib chiqyapti. Shuning uchun uka mana shuncha odam 5000 ta odamni ichida aytib yuri, akalar, agar bu bola menga gapirsa yoki bu bola menga gapirsa, ismimni aytib gapirsa, keyin tashlaylar. Agar bu birorta hozir eshiting, agar bu hozir birorta video qilib chiqsa, manaqa qilding, unaqa qilding, bunaqa qilding deb chiqsa, tashamanglar. Nimaga aytsanglar, uje men bilet 2-3 ta bolam bor. Men uje bilet yoshim yaqinda katta bo'lib qolganman. Men bunaqa yosh bolalar bilan o'ynash degan maqsadda emas, hammani o'zini pokoleniyasi bor. Agar men gapirayotgan bo'lsam, qaysidir MMAchiga общийga aytyapman. Qaysidir MMAchiga opitimdan kelib chiqsa, yo noto'g'risini aytaman, yo to'g'risini aytaman, yaxshi kelyapti deganini aytishim mumkin. Shuning uchun yana sizga aytaman, uka, qanaqadir efirda gapirib tursangiz, men gapirishim mumkin boshqalarga. Общийga qanaqadir gapirishim mumkin. Lekin yana bitta narsani bilib qo'ying, общийda aybi bor odam gapirib chiqadi-da, bitta gapni gapirsa, ashig ish o'ziga to'g'ri kelganligi uchun gapirib chiqadi. Yo'q, aka, ko'pchilik qo'rqqandan gapira olmaydi desangiz, hozir O'zbekistonda odamdan qo'rqmaydi-da. O'zbekistonda bilasiz-ku, yoshi kattami, kichik farqi yo'q bir-biriga. Uje birov-birida qo'rqadigan joyi qolmagan. Shuning uchun meni kattaligim uchun, yo uni kichkinaligi uchun gapiryaptimi? Sizni gaplaringizni menga jo'natyapti, aka, bu Humoyin mana qilyapti, o'zidan ukayapti. Menga bir endi nechtasi bo'lsa ham, bu menga aytib gapirgan yo'q. Agar menga o'zi kelmayapti, aka, o'sha tashab turgan o'zi kelsin-chi, bitta mana sani, mana siz bilan meni o'rtamda adovat qo'zg'atgan odam kim bo'ladi, aka, aytingchi? Uka, adovat kim bo'ladi? Hozir siz bizni rasmlaringizni meni gaplarga qo'yib turgan kimlar? Ya, mas blogerlarda aytmayapman. Gado bo'ladi. Hozir mana gapirishning Hamzat Chimayev YouTube yurganda biladi, zo'r edi. Kecha bo'yini solishtiring. Birinchi raundda Hamzat bosoluvdi, Arena Hamzatni baqiryapti. Ikkinchi raund tagiga tushmasa, Stricklandni baqiryapti. Ya, dalbo'yoq bular. Shuning uchun uka, menga oshiqcha qarang. Menga uka oshiqcha gapirmayman. Men birovga oshiqcha gapirsam, ash odam oshiqcha atlet qaytarsa, bunda to'g'ri keladi. Birovga oshiqcha gapirmayapman, men egasini tutib, shuning uchun hozir aytyapman. Menga hozir gapirganingiz yo'q. O'zim bundan keyin ham dalshiyam. Men ham hali bitta odamni Humoyinda duxi yetsa, shunga chiqib urishsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb hali bitta odamni otini aytganim yo'q. Duxim bo'lmaganda bunaqa o'zim tenxo'rlan pokoleniyam ichida bunaqa yurmasdim. Hech qayerda men zadni yoqib yo biron joyda aqqa ketib borib, bunaqa narsa bo'lmagan aka. Menga duxuq to'g'risida gapirmang uka. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku aka, sizga kerak yo'q. Ha, yaxshi bilasiz, yaxshi bilamansiz. Endi bitta gapirdingiz, men gapiray aka, qarab turing. Mana primoy efirga umrim davomida ulanmaganmiz, bir-birimizga mana endi ulanibmiz. Men shu odamlarda ichida sizga aytayapman aka. Men dadam, onam menga shunaqa tarbiya bergan. Men o'zimdan kattadan hurmat qilaman aka. Qachonki u meni yosh deb izzat qilsa, behurmatlik qilsa yo boshqa narsa qilsa, men hech qayerda jim turmaganman. Sizga hech qachon meni ichimda, mana imенно Nursultonda orqasidan mana shu yerda shunaqa gapiribsan, mana shu yerda shunaqa bir g'iybatingni bilaman deb mani shuni biron joyda keltirib bersa, nafaqat siz, boshqasini ham ayting. Kim meni orqamdan gapiradi-yu o'zi, любой joyda o'tirib
Ha, Lyubov dedi ushlaganman. Men agar meni ha. orqamdan gapirgan bo'lganingizda men 2 minutda o'zim sizga telefon qilib topib olardim. Vot aka. Shuning uchun Endi sizga hech qachon meni orqangizdan biron joyda sizni taniydiganlar hammasini o'sha Qo'qondan tanib bilasiz. O'zingiz kelgansiz, turnir o'tkazganimda 2021-yil. O'zingiz kelgansiz, Qo'qon vobshe boshqacha hali muhabbat bilan kutib olgan. Endi qarang. meni Men o'zim yo gapirib olay endi oxirigacha aka. Men o'zim ichimda gapiring, gapiraman. gapiring. Eshitdim bitta ham bunaqa bo'lganim yo'q. Qarang aka. Siz bizni haqiqatda MMA'da hozir eng yosh kattalarda Mahmud Murodov urushib yurganlardan. Siz Mahmud Murodov qo'ying. Men shunaqamanki hech qachon siz indamasangiz ham bitta bu jinni bunga indamayman deb o'tib ketsa, men indamasdan qolmayman. Siz uchun naborat unda siqirt hurmat qilgin deb gapirib qo'yaman o'sha odamga. Men yosh kattadan hurmat qilishni yaxshi bilaman aka. No, bitta ikkita o'zingizga lichkadan yozib qo'yaman aka. Noto'g'ri gapirib, arqamdan aka, bitta joyda gapirib qo'ygan yoningizdagi bratishkalaringiz aka, meni ro'paramdan bitta ikkita joyda chiqib turib, hali qaramaganga olib o'tib ketyapti-da. Siz yoningizda unaqa odamlar yurmagan, bilamanman. Meni O'sha bratishkalarim odamlarni yo'q. o'zingiz gapirmasiz, to'g'rilamaydi aka. Boshqa. Meni bratishkalarim yo'q. Meni bratishkalarim hozir men men sizga qo'pol qilib aytay, men aloqamni uzib yuborganlarim bilan yuribsiz. Agar oldin bratishkan bo'lsa, mayli. Yo. Aloqangizni uzib yuborganlaringiz bilan to'g'ri aka-ukadirman. No, ular boshqa, ularga o'zim gapirib qo'yaman. Meni 4 dona bratishkan bor. 4 dona bratishkan bor. Endi ba'zingizda bala ko'p-ku aka, yoningizda Dalamda bola ko'p. Hammani bratishga qo'yibdi. Men o'zingizga lichka yozib qo'yaman aka, bunaqa tema bo'libdi. Shuni noto'g'ri aka, arqadan gapirmasin. Ko'p joyda to'g'ri kelib qolyapti. Yerga qarab, ana qarab o'tib ketyapti. U yarashmaydi erkak kishiga gapi bo'lsa, mana men Qo'qondaman. Kelib zalimni biladi. Shuni kelib turib, men topib, senda shunaqa meni ichimdan bir nima g'ulg'ula o'ynayapti desa, men o'shanga yasiz kirgizib beraman. Sen bu siz bunaqa narsalarni menman. O'zingiz telefon, meni bratishkalarim, meni 4 dona bratishkam bor deb o'zingiz so'rab oling. Menga kimdir shunaqa men o'zim so'rab olaman. Shuning uchun siz o'zingiz so'rab olavering undan. Zo'r. Sizga hozirgi temamizga keladigan bo'lsak aka, mana siz o'sha MMA'ni eng kattasi bo'lib qoldim deyapsiz. Men masalan O'zbekistonda bayroq ko'tarib turgan bo'lsam, mana shu kungacha aka, mana oktagonda ham urushganman, nayzada ham, hamma yo'g'ida siz aylanib chiqqan joylardan biz orqangizdan ketyapmiz-da endi sekin. O'sha siz ko'rib chiqqan joy. O'sha yerdan bir so'm pul olmaganman hali. Mengachi kim aytdi pul bordi? Kim aytdi pul bordi? Men hech qachon pulni ustun qo'ymaganman. Men uchun bayrog'im birinchi o'rinda aka. Men hech qachon misol jangni men qabul qildim deb turib, bironta organizatsiya chiqsa, 1 million dollar desam hech kim to'lamaydi. 100 ming desam hech kim to'lamaydi aka. Realniy summani aytib olib, jangdan zadni yo'qaygan bala basman. Mani to'xtay bo'ldi shu joyda. Mana mashina narsa uchun, mana mashina narsani mana bunaqa katta pul yo'q. O'zi pul uncha yo'qligini hamma biladi. Bular odamlarni bilib turib zadni yo'qmaydi. Uchun organizatorga mana masalan Oktagon liga bilan meni o'rtamda uzilgan, oldin bo'lgan, hech kim urushmaganda borib urushganman o'sha Oktagon ligasida. O'rtamda o'sha tushunmovchilik bo'lgan, to'g'rirog'i ligani prezidenti Nuradin menga behurmatlik qilganida men srazi stopini bosib, tochkasini bosganman. O liga bilan meni svязim qolmagan aka. Menga boshqa ligalar, masalan, qanaqa kontraktga interes qiladi deganim, masalan, glavniy boy, hurmatingizni qilgan joyda urishasiz-ku, to'g'rimi aka? Hurmatingizni qilmasa, organizatsiya sizga vнимание qilmasa, bo'pti, короче, всё. Organizatsiyangga ham, o'zingga ham deb tashlab chiqib ketib olasiz aka. Men shu ma'noda aytdim, kontraktni menga interes qiladi. Chunki sen menga vizit tashlayapsan dedim. Men xudo xolasa aka, Humoyun sifatida aytyapman sizga, hech qachon unga borib urushaman deb qo'yib turib, orqaga zadni yo'q bormayman. Xudo xolasa, yutqizsam ham urushaman o'shan bilan oxirigacha. Shuning uchun men bilgan narsam to'g'risida gapiraman. Men bunaqa kontraktlar to'g'risida bilmadimmi, gapirimmi? Men hozir bilgan narsam to'g'risida gapirdim. Tushundingizmi? Sizni kontraktingizni, qaysi ligadaligingizni men hali bularni bilaman. Men aytgan bo'lsam, aytdim. Hammasi hozir men voshi gapimdan qaytibman. Nima deysiz? Uji gapirdimmi? Gapirdim. Bo'lgan narsalar to'g'risida gapiryapman. Men bo'lgan narsalar hammasi meni videomni qilib turib, to'yanon, meni videomni qilib turib, sizni gapingizni qo'yib turib, bundan mana Humoyun senga gapirdi deb turib, shu blogerlarda isqirtlari bor-da, odamni o'rtasiga fitna soladigan. Bloger, haqiqiy bloger hech qachon mana shunaqa qilmaydi. Mana misol
bugun sportga kirsin, Octagon o'ziga kirsin, ana boshqa Vodiy MMAga kirsin, birontasi kirib turib Nursulton Humoyinni gapirdi deb qo'ygan yo'q-ku. Bitta ikkita balachalar bor-da, u Instagramda yangi ochib olgan. Axlat yig'ish uchun mana aka, mana hozir iminda bo'lib turgan narsa. Mana shu oxiriga qo'ygan nimami tashayapti mana. Menga tashashdi, menga tashashdi. Buni tashab turib, qo'yib turib, prosmotr yig'yapti-da. Mana shu narsani ko'rib turib, keyin men aytdim. Dedim, biron marta yomonlik qilmaganmi? Nima u narsa dedimda. Primoy efirmi bo'ldi, primoy efir shuni yoqdim, o'zingiz bunday qarasam, shetdaman uka deb yozib oldi. O'ling aka, o'ling, akras o'zingiz so'rayman dedim-da aka. Humoyim, bitta narsa bor bu yerda. Unaqa men bratga yomonlik qilmovdim, boshqa narsa emas bu yerda. Bu yerda bu billat sal bunday o'sha yosh bola emasmiz. Men kattaman, mendan kichkinasiz, gap so'z sizdan yosh bola emassiz. Bular billat bitta meni rasmimni qo'yib, uni rasmini qo'yib bilsa, agar hozir men agar asli birinchi qo'ygan istoriyangizdagina agar men o'zimga olgan bo'lganimda men sizga ham hozir ko'rsatardim bunday qilib. Mana meni rasmimni doston bilan qo'yibdi, siz gapingizga derdim. Yosh bola emasmiz. Bular mana o'zingiz bilyapsiz, bular ahvat ishlayib turganini. Ha, bilib turibman aka. Sizni qo'qonlaringizda javohirlar bilan qanaqaligini bilasiz, to'g'rimi? Ha. Men bilan bo'pti, Lyubboy qanaqasiga men bilan bog'lana olmayapsiz. Javohirdan bir og'zim so'rasangiz bo'ladi. Aka, men siz bilan xohlagan birinchi bog'lan olman. Men topaman, sen men ham birini topib olaman. Xuddi shunaqa. Bir minut to'lamaysiz, topish telefon Shu uchun endi o'zim bunaqalar yo'q edi aka. 2019-yil sanoqli blogerlar bor edi. O'shalar hali ham biz bilan birga. Farruh aka, Muhammad Qodiyan shunaqa ballar bor. O'shalar biz bilan birga. Mana ular hozir yangi chiqib, hamma yo'qni mutlashtirib yuboryapti. Tushundingizmi aka? Hozir menga o'sha videoda ism familiya o'qigansiz yo'q. Hozir sen Humoyin senga emas dedi, ertaga boshqalarning rasmini qo'yib chiqadi bular aka. Boshqalarning rasmini qo'yib chiqadi aka. Men yana aytdim. Sizga hali boshda ham aytdim. Bu Karim bilan face to face, Karim bilan kim nechta face to face bo'lgan bo'lsa, bo'ylarni kuni aniq bo'lib qochgan nechta. Oxirgi bo'yda zaminiga chiqqan bolalarga ham aytdim. Muhiddin 2 marta ham 3 marta urishdi. Uni aytmadim, esimdan chiqib qolgan ekan. Muhiddin hozir yana 3-chi urishyapti. Yana Samarqandlik bola urishdi. Andijonlik urishdi, yutqizdi, gap so'z yo'q. Lekin menga ustoviyasi to'g'ri kelmadi. Menga kam pul berdi deb ular qochmasdan urishdi. Xo'p, bu qochgan narsalarda, qochgan odamlarni bilganim uchun men bu narsalarda hamma yo'qni bilganligim uchun gapirdim deyapman. Shuning uchun uka, o'zi yana qaytaraman, yosh bola emasman. Sizni tushundim aka. Naborot bor-ku, mana shu kattalar, mana siz MMAda endi shu turnir o'tkazyaptilar. Kattalarimiz Jasur akam, yana kimdirlar, mana biz yoshmiz. Keyingi sizlardan yosh pakalayni. Bizdaqa bala, mandaqa bala 1000 ta. Naborot o'sha men misol, men agar bironta xat iminda sizga o'zimna sizga gap aytyapman. Boshqani birovni qo'shganim yo'q, o'zingizga primo. Agar menda bironta xato kamchilik yo bo'lmasa o'sha MMA sohasida biron nima noto'g'ri ketib turgan bo'lsa, menga siz ukam, qarochi shunaqa qilyapsan. Prosta mana shu MMAda sizlarni kattalaymiz deyapsiz-ku. Ha? Mana shu O'zbekiston MMAsida. Ko'zim mana shu noto'g'ri qilyapsan desangiz, men unda eshitmasam odamni balasi bizman. Men любой время xatomni aytgan, prima o'zimga noto'g'ri ishlarimni aytgan odamni boshim ustida hurmat qilaman aka. Yo bo'lmasam eplagan qand olib yesa, men nimaga gapiraman bular? MMA kattasi o'tirib nimani gapirdim? Yana aytaman, o'zi video qilib chiqqanman. Dalbuyuqlarda gapirganman birinchisida. Dalbuyuqlarda aytganman birinchisida, nimaga billat o'g'illarimiz, yoshlarimiz shulardan o'rni olib ketmasin deyapman. Eplagan qand olib yesin. Faqat hamma yo'g'ini me'yorini qilib qilish kerak. O'sha MMAdan xuddi mashq ketish bo'lsa, mana shunaqa MMA bo'lib, shu hozir mana sal tiyilib qolishdi. Shunaqa narsa bo'lsa, menga birov должен emas, o'g'limni bermasam yoki jiyanimni bermasam, voy bering deb yalinmaydi hech kim. Bermasang shol deydi bu odam, menga ham gap so'z yo'q. Lekin o'zim uchun ham billat bergim ham kelmay qolgan. Shuning uchun demoqchiman, sal bu narsalar tiyilsin deb gapirdim. Gapirsam ko'pchiligiga yoqdi, ko'pchiligiga yoqmaydi. Bilaman, men shu to'g'risida gapiraman xolos. Bunaqa kimdir mana O'zbekistonda 1000 ta bayisi bor. Qaysi birini gapirib chiqqan meni vaqtim bor. Qaysi birini? Vaqtingiz yo'q, sizda ham menda ham vaqt yo'q, aka.
bular endi buni to'g'ri tushunish kerak. Men o'zbekman aka, bitta bayroq taydamiz kelamiz. Naborot siz misolini Bakli bilan urushganingizda Bakliga battishga qilganlar. Men hozir buni bilan urushaman deb tortib granitsada hozir o'sha siz aytgan gapingizga tushadi aka. Granitsadan o'tma Baytsovskiy. Baytsovskiy granitsadan o'tma, to'g'ri muomala qil, Treshtovni toza qilsa bo'ladi deb tushuntirib qo'ydim Karimga. Karim haqiqatda shuni primat qilsa, xudo xolasa formada bo'lsam, обязательно men aka, mana shu aytgan kuniga stoykada formada bo'laman inshaalloh. Shu boks pravilasi bo'yicha inshaalloh urushamiz aka. Menda unaqa urushsa erkak deyman dedimmi? Chiqib urushing. Gaz. qanday odam urushmaydigan narsasiga chiqib bunaqa agar men ular bilmay qolibman, tushunyapsizmi? Chiqib turib face to face qilib turib urushmay qo'yganlarni men bilmabman. Hammasini bilasiz. Hammasini ko'rgansiz. Ko'rganim yo'q men aka, rostdan aytib, yo izimdan chiqib qo'ying. Ha, hammasini. Men aytyapman-ku, agar biror narsani bilmasdan gapiradigan bo'lsam, ertasi kun chiqib turib akalar uzr so'rayman. Bilib gapirganligim uchun uzr so'raman xolos, hamma yo'qni bilib turib. Agar mendan hozir kimdir gapni so'rab olaman desa, nima uchun aytganim hammasini keltirib beraman. Любой narsani, og'zimdan chiqqan gapni keltirib beraman, xudo xolasa. Shuning uchun вообще noto'g'ri gapirganim yo'q demoqchiman. Men imminni aka sizga lichkadan yozaman. Mana o'zingiz mana yaqiningiz deyapman-ku, men bilaman-da, siz yoningizda yaqin bo'lib, hozir uzoqmi, yaqinmi bilmayman. Imminni bitta narsada, rosa katta temada bitta noto'g'ri gap gapirganda, men haqimda sizga. Sizga albatta aytmayman, lichkadan yozaman aka. O'sha narsa haqiqatda eshitgan bo'lsangiz, o'zingiz gapirib berasiz o'sha insonga. Agar hozir muomalangiz bo'lsa, bo'lmasa men bilmayman aka. Xudoning o'zi kifoyasi. Lekin o'zi menga birortasi gap aytadi-yu, любой temani. Unaqa yoshdan o'tdim, nima desanglar, o'zim hamma yo'qda o'zi bilib, ko'rib, kalla birovni gapiga kirib yuradi qolmasda demoqchiman. Bo'laradi. Короче, tashlang hozir. Akalar hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ldi aka, svyazdamiz, tashlab beraman sizga. Tashlang. Ko'rishamiz.